أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع عشرة 14. hadis. Biz endi Riyazu Salihin degan mush kitobni o'qiyapmiz, ya'ni yaxshilar bog'chisi degan kitobni o'qib hozir mana bu bir odam yaxshi ish qilaman desa, uniki yo'li natija. Ya'ni buni qilishni zerikib qolsa, u va uniki bu va har xil mana yaxshi ishlar va davomli bu yaxshi ishlarni çok qilib turish kerak. Men yaxshi ishni qilamabdi ekanman deydiğinga hech qanday bir nima yo'q, ya'ni savob bo'lgan ishni qilamabdi ekanman deb mana buniki hech qanday bir o'zirichi yo'q degan bir babqa nima qilgan to'q kelgan tuqandi. Babun fi bayani kasrati turuqil xayri degan Riyazu Salihinniki men mushu babga kelib oldingi meni dersimizde bir iki ders bo'lgan bo'ldi endi. Ayet ve hadis, yani 13 hadis bu to'g'rida İmam Neveviy keltirgan hadis tugagan bo'ldi. Hozir endi 14. hadisga keldik. Men 14. hadis yine şu yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Yani yukarıki zemirindeki hemmisi şu Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'a keldi. Yani Ebu Hureyre'ninki tercümeni biz aldığın katında dep öttü. Bu dep öttük. Bu neymi olsa Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'ninki Peygamber Sam'dan kılan rivayetindeki üzü yani 5000 etrafı çok dep. Onda o halde yine şu yedisindeki üzü yine Ebu Hureyre'ye yanıldı. Bu Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılıdı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz Cüm'edin cüm'ecilik okuyan ma cüm'edin okup da yine bir cüm'ecilik olan aralıktaki okuyan cüm'e namaz ve Ramazan'dan yine bir Ramazan kılacak. Yani mesela ma Ramazan'dan Ramazan rozu tutuptu. Benim bu şu yeni bir Ramazan kelişip olan aralıkta benim hemmisi nime kılıdı? Benim mukaffarattır. Yani kafaret kılıcıdır. Bu işlan anda bir günahınki şulanınki otursu idi. Kaçanınki saklanırsa günah kebirdi. Yani günah kebirdi saklanırsa mesela o adam günah seher uşak günahını çok kalan bolsa yani şu 5 vakit okuyan namaz yani 5 katım bir keçkin okuyan namazımız şunu da her haftada okuyan bir cüme namazımız şunu da yani her yılda bir kata tutkan rozumuzun üzü yani insanlarınki aşkıgan günah seherninki hem benim kadıda kaparet çok kavadıda o adam kaçan iken günah kebirde saklansa hem de günah kebirde yok kılıştaki üzü bu yalakı bundak yalakı yakşı işteki üzü o günah kebirini yok kılamaydı. Yani günah kebirini yok kılışı cezben o adam yani tövbe kılış gerek. Yani tövbe kılıştaki üzü o adam eğer o günahın üzü hukukullah olan bolsa yani Allah'a yani tövbeni kandak kılıdı bile o Riyazu Salihin'deki baş terpede babu tövbeti diyen babda ütüp gitti. Bunun kartta ölümalarımız bir kanç şart var. Yani şu asasiki ne buluş gerek? Tövbe uçuğu buluş gerek. Yani o adam o günahındaki üzüden keskin yüzü nime kılış gerek? Kol üzüş gerek. Onu ikinci ben katli kılmayman deyiş gerek. Yani o günahındaki yüzünü men muşlaq qiptikanman deb boshqa odamga nasihat qilish orqali buniki xato ekanligini bildirish kerak. Uniki o'rniga yana bir yaxshi ishni qilish kerak. Men bu shunday bo'lgan bo'lsa, anadagi yana boshqa shartlari bor. Buni uni andagi odam tövbe qancha bo'lgan bo'ladi. Ammo huququl ibodat bo'lsa, kishilarning haqqi bo'lgan bo'lsa, u odam tövbe qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, nima dedi? Men mushu ishni qandan başka yani 4 xil işte qandan başka bu adamın özü şu bendenin hakkı olan bolsa kişinin hakkı olan bolsa qaytırıp etiş gerek. Qaytırıp andaki berdon oğurluk qilib, aldap, muşundaq saxtikarlıq qilib, yalğan gap qilib, muşundaq saxtpazlik qilib, muşundaq qimir o'ynab, muşundaq haram ishlarni qilish orqali muşundaq nima qilibdi? Pul tepdi.
meni tapgan bo'lsa, o'g'ri qilibdi, yanchilik qilibdi, aldabdi, shundoq o'zi ya'ni xato bir ishni qilibdi, shu orqali boyib ketgan bo'lsa, men bu odam ham tövbe qildim desa, bu yer tövbe bo'lmaydi. Aş narsa shu ishni qandan boshqa to'rt ishni bu narsani o'zining egisi qaytirdi. Egiz qaytib nereden olgan, qayerdan kimni oldi olgan, kimni qo'yib olgan, shuni bilgan bo'lsa, u pulni olib berib shu odam yondirdi. Yondirgandan keyin andiki shu to'rt ish bilan birlik qildi, to'rt shartni andiki tövbe maqbul bo'ldi. Ama gunoh seg'ir olgan bo'lsa, men gunoh seg'irning o'zi mushundaq, men farz amallarni mushundaq qilgan bo'lsa, men farz amallarning o'zi shu odamniki shu o'tkazib qolgan, men ushaq gunohlarning o'zini qoldi, kafaratchi qoldi. Ya'ni demak, men bu yaxshi ishniki turi va uniki yo'li nima o, noiti nima o, jiq. Men namozni vaqtida o'qisak, 5 vaqt namozni shuningdek haftada bir qator juma o'qisak, oyda bir qator kelgan mushu Ramazonni tutsak, men bizningki gunoh kabirimiz, gunoh sag'irimiz nima qiladi ekan? Yo'qchoq qiladi ekan. Ya'ni buni nima qilishimiz kerak? Men vaqtida o'qisakmi, men shundaq nima o, yaxshi ish yani. Bu esa İmam Muslim rahmetullohi alayh rivoyatchi qildi. Endi 15-hadis. Yine Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem, aya başlap qo'ymaymanmi sizlarni? Anda bir ishqiki uychirdi Alloh taolo shu ishning sababi bilan meni xatoliklarni va shu ishning sababi bilan darajalarni oxiratga darajani ko'tardi. Men sizlarni shu ishga başlap qo'ymaymanmi? Men shu ishda başlap qo'ysa bu qilinglar. Sizning xatolarning ishini hamma Alloh uychirdi. Darajalarni oxirat bag'ovati ko'tardi. Men mush ishga başlap qo'ymaymanmi dedi. Degandagi sahobalar dediki, "Voy shundaq ya Rasululloh" dedi. Degan vaqtda Peygamber dedi ki, "İsbagul vuzu alal makarih." Meni tahoratni komil, mukammal elishtir makarih vaqtda. Ya'ni odamning tabiatiga meni yaxshi olmaydigan, ig'ir keldigan vaqtni o'zida. So'g'oq, işte so'g'ib ketdi deydigan, ya uyqu bakib ketdi deydigan vaqtni o'zida o tartishlar ig'ir. Meni shu vaqtdagi o'zida men tahoratni komil, mukammal aş Kur'an hadis asasen to'liq bir şekilde olgan bo'lsa, men bu olganlikniki o'zi u odamniki gunohini va qanday qiladi uychib tashlab, oxiratda uning darajasi ko'tariladi. Endi birisi anladı ekan, meni qadam mengishni jiq qilishdir masjidlarga. Meni 5 vaqt namozni davomli masjidda o'qib, berib kelib turgan bo'lsa, shu mang'anlikniki o'zi bu odamniki ash xatoliklarni hammasini uychirib, uningdagi darajasi ko'tariladigan nima o bir yaxshi ish. Ve'lan namozni kutishdir namozdan keyin. Bir ma namoz o'qib bo'lgandan keyin ham o'qib oldimda g'aflatda ola tutaman. Endi ikkinchi bir namoz, buniki namoz qachonlik kerak deb qalbida davomli namoz ko'ngilda chiqolmaydigan. Mana u odamniki fikri endi chiqolmay, yana bir namoz qanday o'qiyaman, qayerda o'qiyaman, vaqtda o'qimayman deb namozga ahamiyat berib mushtaqan bo'lsa, men bu ishniki o'zim shu odamniki qilgan meni xatoliklarning hammasini Alloh meni o'chirib, mush ishning sababidan darajasi nima qiladi? Kattachoq qiladi. Men shu deydi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Men shu faqat nimadir o ribatdir. Ya'ni jihaddir deydi. Bu ribat degani nima? Jihad. Ya'ni ribat degan rabata cheydi degan gap. Ya'ni o'zini asli bu ribatniki asli ma'nosida ishlatishda. Mana bir mujohid bir kishiniki islomiy davlatdagi chegarasini qo'dayman deb Müslümanlarniki müşrak abura inovatlar kafirlar basqınchilik qilishni mudofaa qilib qo'dayman deb chegirni qo'daydigan. Chegirib turib u yerni qo'dab ashida jihad qildigan kishilarniki o'zini bu ishni nima deydi? Uni ribat deydi. Bu nima katta savob ana hadis kitoblarda ana deb aytildi, ya'ni mishkatni o'qigan vaqtning o'zida. Anda o'g'in faqat mush nima ribat deydi. Endi buni nima uchun ribat deydi? Chunki bir odamniki mushdak tahoratni mana ig'ir kelgan vaqtimizda o ibodatni o'zi to'liq qilish. Shuningdek, davomli masjidga berib, masjid yo'qlab turish, ya'ni ibodat shunday qilish. Shuningdek, anadagi bu odamni, ya'ni namozni davomli mana u odam ko'ngilchi davomli aslab turish. Men bu odam u odamning nima bo'lgan jihad qilgan bo'ldi. Chunki
bu adamniki vücudu nefsi ve şeytandan ibaret olan en büyük nima var? Şeytan düşman var. Ve bu düşman bu adamda devamlı nima qilmaydi, ayrılmaydı. Mesela biz cihat kıldık deymiz. Cihatniki üzü devamlı bulmaydı yani. Şu şart tepilga va şu iş tepilga vaqt özüden. Mana cihatniki farz bo'lishi ana da'vatniki üzü bahraman ve taraqqiy qildirishi uniki zimminni besib olgan vaqt özüdə kafir qarşı cihat qilamiz. Bu nima o ba'zi nima tilga asosan jihodi asghar. Bu vaqtlik emas, ya'ni davomli emas. Vaqti u yerda ish bo'lgan vaqt o'zi bo'lib qolgan ish. Ammo o'zimizniki nafsi va shayton bilan qilgan jihatchi bu davomli bor. Hem işimizde var. Benim özümün nefsi var mesela. Soğuk vakit bir iş kılmamız gelmeydi. Okumasak neyim bolar deyiz geldi. Mescid ama öyle okusam neyim deydiğen gep boludu. Namaz okumasam boludu. Deydiğen açtak şeytan küçük kötüp beni okusam neyim bol juğlap oku dev oturup açtak kıldığa bu vesves ve şeytan onun başka nefsimizdeki muşundak onu talep kılışı bu nayma adam arılmaydı. Arılmadı iken ben bununla kan küreşteki üzük goya mene aş işte kan bolsa uçağınızda mene qalğan işlerini bu adam çok qıp ketdi. Qandaq ki mene muşinti qavaqtızda qalğan yaxşı işini avtomatik alıb qıp ketdigan gap. Maaşqa ahamiyat vergəndiki qarşı avtomatik alıb qıp ketdi. Şo bu nim bolğan boldu. Ribat oldu ki ribat mene müdafaa qilib demeden çigirniki üzünü qoğduğu vaqt özüdə qalğan işni musulmonlar açdı. Bahraman qalğandek men maaşlı qaada qalğan ibadat obdançı qalalaydı deməkçəmdi. Ribat degan şo. Mayda fazalik bu ribat. Zalikim degan muftada ar-ribatga xabar bo'ldi. Bu ar-ribatniki shu mana bu xabarniki o'zi nakir bo'lish kerak, lekin bu ma'rif qoldi. Bu yerda nima ma'rif bo'lishini hasr. Mana mushriki o'zi faqatla nima ribat. Bunun boshqa ribat degan olmaydi. Mubolig jahdidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun mushtaq degan. Unda o'g'an ekan, meni yaxshi ish qilaman desangiz, men mushundoq yaxshi ish degan sizni gunoh kabira, gunoh sag'ir mushtaq uni nima qiladigan mana o derisini kötürlüğün, günah işini Allah küçük yok kıldıgan bu işler var. Siz bunu çok kılın. Devamlı bir yerde oturup zikir tesbih de kılmışsınız mı? Yani eğer onu kılsanız yaxşı. Onun her işinin özünün derisi var. Bunu kılmayın, bana kılsanız bu boludan. Yani kayıs imkan bolsa muşlak bekat olmayı yaxşı iş kılın. Yolunu açacak demekçemdir. 16. hadis. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu ta'ala'da rivayet kılındı. Mana dedi Ebu Musa Eş'ari radıyallahu ta'ala'nın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi. Ne mi dedi? Bir adamiki o'qigan bo'lsa, o adam ikki so'g'oq vaqtga namozni o'qigan bo'lsa, kirib ketadi bu adam jannatga, uttuli kirib ketadi dedi deydi. Muttafaqun alayh. Endi bizdeki maqsadimiz men shu dunyoda mushundaq jafotat, mushundaq ishlarni qilishimizga asos maqsad nima? Men Allohniki rizolig'iga jannatga kirish. Unda o'g'andan keyin cennet kirişke sebep olan neyse maydisine asasen iki soğuk vakti okuyduğun neyme o namaz. Yani iki soğuk vakti diyenimiz yani bamdat namazı ve esir namazı. Yani bamdat vakti ve esir vaktindeki üzere yani künnünki üzü ısırın yoktu. Ocada hava bulup mu İsrail'ların üzere sevdiği vakit. Yani muş iki vakti namazını öz vakti okup del joyda o'qigan bo'lsa, men o'chaniki o'zida bu odam men jannat kirishga bo'ladi, meni sababchi shu bo'ladi. Dedi, bumi ikki vaqt namozni o'z vaqtida o'qib, qazo qilmay mushtaqilish muhim deydi. Endi bu yerda nima uchun bu ikki vaqt namoz deydi, boshqa namozga 5 tursa desa, ba'zi ulamolarimiz deyishcha, men boshda mush bamdatda va asrda o'qigan namoz farz bo'lgan. 5 vaqt namazın gözü resmi farz oluşu Peygamberimiz miras çıkkan vakti yüzde andakin boğan. Bunun aldığı bu işkirat iki vaqt namaz nimeti farz şu vakti yüzden ben o'qigan bolsa aştaqçı cennet kirdi degan bu ya kartıldı. Yeni birisi bu iki vaqt namazdaki yüzü bir adam nispeten nayet muhim vakit. Yani bamdat namazı ettiğinde taz uyku nayet ubdan keldiği vakit akşam yatmay ketse yani yatmay aşında qilib ersi uyqanmay taza taң atışdan burun, mana şu gün çıkışdan burun taң atqandan keyin acayip şirin qolgan bir nima o bir vaqt. Anda o'g'andiki bu adam uni bardoshligi qilib, nima deb aytsansa shayton men unmayman dik qo'yib mushundaq qan bo'lsa, demak bu odamniki mush ish vaqti o'zida u nafsiga va shaytonga unmay, uni qilgandan o'zidan qolgan vaqtiki namoz. Yeni birisiga asr namoz. Asr namoz degan bir kunduzi qilgan ishniki umumimiz xolasiliga vaqt, eng oxiri. O'chan bak adam jiddiylashib ketadi. Jiddiylashib ketgandan keyin u odam dunyolik ishni tashlabla, shu
asr namozini o'qigandiki bu odam demak nima bu ikki muhim namozni o'zini shundoq muhim u odam nisbatan nihoyat muhim vaqtning o'zida u odam qo'ldan bermagandiki qolgan 3 vaqt namozning o'zini bir tariqa nima qilmaydi qo'ldan bermaydi degan e'tibor bilan payg'ambar alayhissalom jannatga kirishni bu 2 vaqtniki o'ziga nima qildi qaratdi. Ya'ni 2 vaqt namozni deganning o'zi hamma namozga shu 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qisa mana joyida uchani jannatga kirib ketadi deb mushtaqa nima qildi qaridi. Mushtaqa dedi deb shu qaraydi. Meni mushtaqa nima qilamiz unaga tushunamiz. Ya'ni demak biz endi yaxshi ish qilamiz, jannatga kiramiz deyotganmiz, mushu 5 vaqt namozning o'zini del joyda bo'libmi, men bomdod namozi bilan asr namozining vaqtini joy vaqtda o'qishimiz kerak. Men mushunda qilsak hamda nima qilamiz? O'chamizda jannatga kiramiz. Endi demisimi, bo'libmi bomdod bilan asr degan ajoyib odamga shundoq egri keladigan uxlaydigan jiq adam bomdod namozi o'qiy olmaydi masalan. Nemizda men musulmon deb turib qopolmaydigan ish bor. Mana namoz asr namozi kelgan vaqt jiq ish endi. O ish qilib qoldi, o kun qilib qoldi, ma qilib qoldi deb o'tirib qildigan ish. Endi bu jamiyat yashayotgan jamiyatdan bo'ladi buni. 17-hadis. Yine Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem qachoniki kasal bo'lib qolsa bir banda yoki safar qilib qolgan bo'lsa, yezildi shu odam uchun anda bir nimasini o'qishniki birdi o odam amal qildi, mukim bo'lgan holatda, sog'lom bo'lgan holatda. Ya'ni uyda chiqmay, safar qilmay, mushu og'rib qolmagan vaqtingizda bu odam nima ishni qilgan bo'lsa, u odam og'rib qolgan bo'lsa, og'rib qolgandan kimmi? Men ma odam shu ishni qildi. Kesel sebepte kılamagan bolsun, men kıldı da iki taraf perişteci muştakçı yazıdı. Ya o adam mesela sefer kılıp yaptı. Sefer mühim bir iş ya ticaret başka işler. Sefer kılıp o adam o sefer kılmağa vaxtın özü yaxşı işini kılıydıkken. O sefer sebepte o işini kılamagan bolsa, sefer kılmağa vaxtın özüdü mü bu adam şu sefer kılmağa vaxtı işlerindeki özü yaxşı işlerindeki özünün bu adam kıldı dep iki perişte bile kıldı bile falan kıldı dep baştakçı yazıp durdu. Deydi. Anda o andaki biz qanday qilishimiz kerak? Mana safar qilishdan burun, kasal bo'lib qolishdan burun davomli yaxshi ishlarni qilishimiz kerak. Bu bir fursat. Fursat bo'lgandan keyin yaxshi ish qilishlikka mana yo'lichi mushu. Mushunda qilsak biz kasal bo'lib qoldik, mang'amas bo'lib qoldik. Mana perishtaning o'zi Alloh o'zining karo, o'zining rahmati bilan mana qildi deb ashtaq bilan yozdirib o'char biz uchun mukofot berdi. Mana oyat degan davomli tuz bo'lmaydi. Men og'rib qolmayman degan hech qanday odam qilolmaydi. Jazma og'riydi. Jazma u odam bir yoq bo'lmayman deya olmaydi. Safar qilib turmush shu, ehtiyoj shuda bir ish bo'ldi, ish bo'ldi. Anda bo'lgan ekan, bu asosan siz sog'lom vaqtingizda, uyda tug'a vaqtingizda davomli nima qilib, yaxshi ish, savob bo'ladigan ish, darisi ko'taradigan ishni davomli qilib turing. Men mushunda qilsin, agar ashtaq bo'lib qolganda aynan ashtaq bo'ladigan shu ish. Anda bo'lgan ekan, qanday qilishimiz kerak ekan? Men bo'libmi shu sog'lomlik vaqti bilan uyda shu safar qilmay, shu bo'sh vaqtimiz bo'lib qolgan bo'lsa, shuni ahamiyat berishimiz kerak ekan. 18-hadis. Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Jabir. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, her qanday ma'ruf sadaqadir deydi. Yani ma'ruf degani nima? Men lachqata deyildi. İslam dinimizde tuğnuğan. İşinki hemmesi nima o? Ma'ruf. Tuğnuğan iş nima? Vacib, farz, vacib, sünnet, mustahab. Mene savab boludu degen, Allah razı olu degen, Allah'ın Resulü razı olu degen, buyruğan, men talimat belge işdeki hemmesi İslam dinimi o tuğnuğan iş. Bu ma'ruf iş. Men muşu ma'ruf işdeki hemmeni kan bolsa, o adam nim boludu, o adam şu işdeki savab karşılık bana sadakanınki savab yürüdü. Yani sadaka degen, ben sadaka dur degen gapni o'zi. Bu sadaka biz dedik yani. Yani sadakaniki savab berdi. İlla ki pul verip anda qilmasangiz ham, mana har qanday yaxshi ishni, İslam dinimiz buyurgan barliq yaxshi ishni, tosqan ham ishniki hammasi nima tutulgan ish. Anda onu bunu qilsin, sizga bo'ldi savab bo'ldi. Anda o'g'an biz yaxshi ishniki yo'llari noyatijik. Men ma'ni qildim, men bir ish qilay desam yo'q. Yoki bo'lmaydi hozir demang. Her yerde çok var, her zamana layık, her makana layık iş çok var deyden. Anda o ki yaxşı işini kılış arkalı cennet kirmek çoğandı iken,
Allah'ınki rızalığı olan, rahmeti olan. O çağın gözüde şu cennette hem de cennetin derisi nahayet cık. Derisi cık olgandan keyin hem adam derisi en yaxshi yerde yaşaş ve ütüşünü arzu kılıdı. Yani şunda bir arzuyumuz olsa biz ve şu dünyada devamlı yaşayışını çok kılışımız çok gerek. Bu ise İmam Müslim rivayet kıldı. Deydi. Huzeyfe radıyallahu ta'ala rivayet edin. Hem de 19. hadis. Bu ise İmam Bukhari rivayet kıldı. Ve İmam Müslim Huzeyfe radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. Hem de İmam Bukhari Cabir'den rivayet kıldı. İmam Müslim Huzeyfe radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. 17. hadis. Ve ila Cabir radıyallahu ta'ala'dan rivayet çok kılındı. Dedi Cabir. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok bir Müslüman bir adamdaki tikidi o bir köçetni. Köçetni tikidigan bir Müslüman bir adam yok. Megerli bolsa yani bir adam bir köçet tikip koygan bolsa boludun. Anda bir nimasi yedi. Mene şu narsa şu tikilgen köçetni bir narsa şu yaptı bir hayvan. Qandalık bir narsa bir narsa tikken köçetninki özü meyve verip onu dekin aşında meni hakkı menfaat yazılgan canlıqlarga açtaqan bolgan bolsa onu bir narsa yegan bolsa meni şu tikke adam üçün badur sadaqa var. Yani sadaqanın nemesi var? Savabı var, ecir var. Yani mukafat var. Ve anda bilmez ki oğurlandı o narsa şu tikken narsadan. Tikken narsani bir adam o'g'irlab ketibdi. Yani ko'chat tikibdi mevilik, uni da bir adam o'g'irlab yeb ketibdi. Mana da o'z ixtiyorlar yebdi. Azda o'g'irlab ketib yegan bo'lsa, shu o'g'irlab yegan uni paydo olgan bo'ldi. Men osh adamga, tikka adamga men o'g'irlab olgan, yeb ketgan adamniki, men oshniki savobichi o adamning bo'ladi. Ma tikka adamchi bo'ladi deydi. Veyna وَلَا يَرْزَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ Ve kemit maydun. Şu tikken köçetniki meyvesini hiç kanda bir kişi men kemitmeydin. Megerle kemit kalgan bolsan, men buludu şu tikkiçi adamga, başta köçet tikke adamga, şununki nemisi oludu, savabıcı buludu, deydi. Yani demek, men dehqonchilik, bağvanchilik adamı kelsakmı, yer terish meselesinden, mene mevchiva, bağvan qilish meselesiga üzüdümü. Men şu adam özlük şahsi menfaatini deb qildi. Men qo'shim boqaman, ya pul topaman, yeni qilaman deb. Men ashunda qismi uniki niyatida innamal a'mal binniyatga asosan. Men Alloh mushtaq qildi, men mushtaq qilish orqali men savob topaman, men mushtaq qilmadan niyat qilib ashda bir ko'chatni tikib, shu ko'chatning ichida qandoq bir narsa yegan bo'lsa, meni shu yegan odamniki qancha odam yegan bo'lsa, shuniki yeganning savobi meni ash odamga turgan gap. Köçetlikte adam için muhtaç bulup durgan gap. Anda o andaki İslam dinimiz benim muhitini yeşillaştırış, beni güzelleştirişten ibaret olgan, benim muşu talimatın üzerine anlamak açanı bu gap, koyup olgan gap. Şunun için çünkü insanlar avat doldu diyen yerdeki üzerinde cezmen uyan ne buluş gerek, beni yeşillik oluş gerek, su oluş gerek, kakas onda bir yer adam yaşamaydı. Anda o andaki etrafımız köketip, Müştah cirim, köçet, belirlesi tikip müştah nime kılayan meyvelik ve meyvesiz derahlarının üzerinde yaşayan demek. Bu nime o savap yani. Mındaki. Ma dünyada biz özümüz paydalıyız ama o dünyada Allah savap verdi ona yani. Onun mükafatı uyat görmüş. Yeni bir rivayette İbn Abbas yani Cabir radıyallahu ta'ala için boğan İmam Müslim'lik boğan rivayetten mene bir Müslüman adam bir köçetli tikmeydi. Onu da bir insan, bir hayvan, bir uçarlık yemeydi. Megerli boğan bolsa, yiyen bolsa şu tikkiçi adamga sadık boludu. Kıyamet kişilik. Yani sadık cariye olur diken. Kıyamet kişilik. Eğer aç tikken köçet, eğer ya o ya kesilip ya ki toxtab ya qurtulib ketmese onundan aşındaq bir nəs payda alğan bolsa kıyamet küçük nim boludu uçanızda bu adam savabçı boludu deydi. Bu nima sadık cariye. Yani demek özüge emas, xalqniki menfaatini deb muşta ish qilib qo'ygan bo'lsa, buniki savobi shu odam uchun bo'ladi deydi. Yani demek yaxshi ishniki turi nati jiqcho deydi. Yeni bir rivoyatda İmam Müslim uchun bor. Yeni bir rivoyatda meni tikmaydi, g'arasa yag'zi ko'chat tikdi degan gap. Yani ko'chat tikmaydi bir Müslüman bir ko'chatni. Meni terimaydi bir Müslüman bir ziroatni. Meni terimaydi terib ashtaq uningdan bir inson ve yine bir hayvan
hech qanday jonliq bir narsa yeydigan ashtaq bo'lib qolgan bir ish yo'q. Megan ashtaq ya hayvon, ya inson, ya bir şeyin tikkan ko'chat, tergan ziroatdan bir narsa yeb qolgan bo'lsa, men bo'ladi shu odam uchun tikkan va tergan odam uchun sadaqa bo'ladi. Uniki savobi yana ash adam foydali jonliq yoki jonsiz narsa yoki hayvonot. Men buniki mukofotmush adam meni yedi deb buniki ajrsini Alloh ash tikkan ashu tergan odamga yana dehqongacha bo'ladi deydi. Shuning uchun men bu tijoratniki, shu halol kasbniki eng yaxshi o'zining qo'li bilan nima qilgan? Mana o'zining qo'li bilan o'z bevosita amal qilgan, ish qilgan, men ishniki o'zi eng pokiz kasb deb nima qildi atıldı. Şu Davud Aleyhisselatü Vesselam öz peygamber turğun, öz padişah turğun özüçü öz işlep, muşta nima qildi, özü turmuşunu şu baktı deb peygamber bu doğruluk nimasi var, yetisi çok var. Bu işki edisini hemmesini mene Enes radıyallahu ta'ala anhu'dan nima qilindi, rivayet çıkıldı İmam Bukhari, İmam Müslim. Hem de peygamber sallamniki yerzauhu degan sözü yani yanqusuhu, yani kemitadi do degan çok gap. 20. hadis. Yine Cabir radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Cabir. İrade kıldı Benu Seleme. Benu Seleme degan şu Ensarlarındaki içindeki Hazret kabilesinin içinde çıkan bir aymak. Yani bu Benu Seleme degan Seleme'deki balları irade kıldı şu ki yötkelge Mescid-i Nebevi'deki yakın bir yer yötkeldi. Yani mescid görüp namaz okuşuna kat savapken, ondan o andikin biz öyle mescidimizin arımak yere qarak, ondan biz de hemimiz tuşulupla aşağı keteli diyen irade kıldı. İrade kıldı ki bu işlik üzü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetti. Yetkendi ki Peygamberimiz ulağı dedi. Cezmeşen yetti bana şunu ki cezmeşse irade kılırsa, irade kılırsa şunu ki yötkelgeyse mescid kaşığa. Mescid kaşığa yötkelişse irade kılırsa. Man bu işi nima qildi hozir? Meni yetti dedi. Degandikin ular voy ras biz yo'tkilib ketlar aşağı degan to'q dedi. Ya Rasululloh degandikin jazma biz buni irada qildik. Degandikin Payg'ambar dediki ya bani Salama diyarakum tuktabu asarakum diyarakum tuktabu asarakum dedi. Yani diyarakum degan gap nima u mafhum. Uniki amil mahsub yani igra deydi iltazimu ilzimun yoki lazima yalzimu olsa ilzimu degan bu yerda amil mahsub lozim tutinglar sizniki jutongni siz jutongni yotganmay aşağı shuk turinglar ashta qilsanglar yeziladi sizniki qadimingni sizniki izingni siz ma'g'an qadimniki izini peshda yezib har bir qadamga birdan savob uniki qarşılıqda onun qarşıga birdan martaba ko'tarilgan men daraja ko'tarilgan ish yo'q bor unda o'z joyida o'tiringlar yotganmanglar aşağı meyip kep ketsa bangsan her bir savap bo'ladi. Yine ne dedi yine diyarakum tuktabu asarakum ish qatada deb ketpag'ansan. O'zingizga turayotgan, yashayotgan joy shik turinglar. Aşağı qilsanglar sizga mana asarlaringlar. Sizniki mang'an qadamning izlari mana ne qilib turdi? Yezilib turdi, salatning qatorida perishta yezib turdi dedi. Yani demak mana yaxshi ish degan mushunda. Yaxshi ish mana uy, masjid jiroq bo'laman, jiroqga chiqolmayman demay, o'chaningizda ashdaq bosam har bir qadamga birdi savob. Mana har bir qadamning borlig'ida birdi darajada Alloh jannatni qilgan gap, ko'tirgan gap. Bunda. Endi bir rivoyatda jazman har bir chamdam uchun bodur bir daraja bor dedi. Unda o'tga shu to'nida yeringda shukcho turona dedi. Men bu hadisni İmam Bukhari ham şu hadisdeki ma'nosi Enes radıyallahu ta'ala'nın rivayeti arqali şu rivayet çok qilgan deydi. Endi Banu Salama degan lamniki zeri bilan bu Ensardan bo'lgan Ensarning ishi chiqqan bir ma'ruf bir qabila. Hammadan buni biladi deydi. Asaruhum degan xutahum. Yani xutbatu degan chamdam degan gap, yani bundoq ma'noda. Uniki jamis xuta. Yani asar degan asar degan iz degan gap, uniki jamisi asar, yani ularning izini. Yani qadam izini degan gap deb mudahçı tafsir qildi İmam Navaviy. 21. hadis. Abi Muzir Ubay ibn Ka'b radıyallahu ta'ala anhu'dan nima qilindi? Rivoyat qilindi. Dedi Ubay ibn Ka'b berti bir adam bo'lgan edi bir odamki bilmayman deydendi.
bilmeymen bir adamki jirg'aroq masjidin o adamdir. Men jirg'aroq bir adam men nima qilmayman, bilmayman. Dedimdi. Ve berti ve kana la tuhti'uhu salatun. Ve berti hata qilmaydi şu adamga namaz. Yani mescitte namaz okuyduğun iş o adama hiç kadar hata qilmaydi. Del vaqtda 5 vaqt namazda mescitte nima qildi okuydu. Men bu adamniki mescitga uyga jiroqkanda deydim. Timuşda bo'lgandiki deyildi o adamga ava qultu ava faqultu lahu past değildi o adamga yoki past dedim men deydi. Mayada kerak mayadisi rivoyatninki ravisi o'sha shak rivoyat qilibdi. Degandikin agar setib olgan bo'lsam bir eshakniki minsan o eshakni meni qorong'ulikda va issiq vaqtda. Qorong'u va issiq vaqtning o'zida eshakka minib, onadiki masjidga borgan bo'lsang kina debdi. Degandikin dedi. Meni xursand qilmaydi shuniki jazman mening uyim masjidniki yaqinda bo'lishi meni xursand qilmaydi. Mening uyim masjidga yaqin bo'lsa men qo'sha olmayman. Jazman men iroda qilaman, shuki yezilg'ay men uchun meniki ma'g'an qadimimni masjidga ma'g'an qadimimni va meniki qaytishimni qachoniki mening ahlimga qaytib kelgan vaqtimizda meni qaytishimni men nima qilg'ay uni yezilishni meni hasanatın qatarda aş 10 tarafdaki periştlarniki meni bu savab deb yezishni buni men nima qilaman iroda qilaman. Men uyni masjidga ishakni akrab ishak evrab ya uyni yotkab akrab men yaqin bo'lsa men buni iroda qilaman. Jiroq bo'lsa iroda qilib, bu har bir qadamiga mushta menish orqali Alloh taolo bir savab bergan, darisini ko'targan berib kelishdi taxi. Mushdan buni iroda qilaman. Shu mening uyim jiroq bo'lsin mayli, men namozni vaqtida o'qiyman deb mushta shu dedi. Deganda payg'ambar dedi. Cezmen Allah Teala sana nima qilibdi? Bu hasanatning o'zi sana uchun jo'g'labdi. Meni cezmen jo'g'labdi sana Allah Teala ashning hammasi. Sen nima deb iroda qilgan bo'lsang, mening martabasim oliy. Meniki mena bu savobim jiq bo'lsin deb iroda qilgan ekan. Meni hammasini ammo shundaqcha nima qilsang, meni Alloh jo'g'labdi sana. Sen niyeting asasen men muşundaq mertebeçi hem savabçı berdi deb men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muştaq nima qildi dedi. Yani demek men bu şu yaxshi ishniki yo'li muşundaq. Masjid chiqman degan adam nisbatan men muşundaq katta nima va ajr va menga kelish nimasidan her adam o'ziga loyiq muşundaq nima va yaxshi ishlarniki turini aytijik. Onu şu aniqdi, maniqdi ben shu bo'lmaydi deydi. Ama ya deydi Ramza degan gap bu Arapça gap Ramza degan nima gap deydi. Al ardul lati asabal har shadid. Yani qiziq joyga, yani qiziqlik yetgan zaminniki o'zini Ramza deydigan. Qiziq joy. Sayliq deydi, toshliq degan narsa o'zi. Shunga Ramzanniki o'zi bu qiziq vaqt ketgan shu vaqt o'zida, shu qiziqcha kelgandiki shu oyning o'zi Ramzan oyi deb atilibdi ekan. Ramazan degan şu. 22. hadis. Abi Muhammed Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Bu Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene 40 tane hisset var. Yani 40 tane savab bulungan 40 xil iş var. Bununki en alisi nimidir? Menihadır. Yani menihatul enz dur deylendi. Yani bununki en yukarı menihatul enziki yani ikinci bir adamga maniki sütini içivasıdan ballarına basa dep birip turduğun nimidir o tögüdür ya ki öşküdür deylendi. Enzi degan bu o'shka degan gap, ya'ni o'shkani sutsiz sig'ib, mushta ichivasini deb ashta bergan bo'lsa, buning savobi eng yuqori darajaga nima bo'lgan, mana bu savob bo'lgan ish. Yo'q bir ishlik uchundiki ishlaydi, o bir yaxshi ishli shu 40 dona ishdan
Meni 40 yil ishniki o'zidan meni bir yaxshi ishni qiladigan bir odam yo'q. Meni uniki savobini kutib, uniki va'dasini meni tasdiq qilib, meni mujda bir qiladigan bir ish yo'q. Megarli bo'lib qolsa, u kishi Alloh taolo shu 40 yaxshi ishni qilganlik barobarga jannatga nima qiladi? Kirgizadi deydi. Unda o'ndagi payg'ambar meni mushu hadisning o'zida 40 dona xislat bor ekan. Şu 40 tane islatniki en yukarı sevip içidigan, mana aşı berip turadigan bir adam foydalansın, bergan aşı narsa şu ekan. Uni da başka inayet çık. Bu yer 40 tane dişiyak, aynen 40 tane da yoki bo'lmaydi. Bu inayet cık demekçi. Yani cık olup bir adam bir işle hatta aş tövgüsünü yoki qo'yniki üzerine men aşındaq bergan bo'lsa, uçan o'zida foyda olsin deb, men eng nima bo'ldi? Katta savob bo'ldi. Buniki nimasi yo'q, uçan o'zida buniki hech qanday to'xtab qolgan, hasrik maya to'xtab qolgan bir ish yo'q deydi. Men bu hadisni Imom Muslim, Imom Buxoriy rivoyat qildi. Maniya degan nima deydi? Maniha arabcha gap. Maniya degan bu adam bir adam shuni, mana uniki sutini paydovason, ichivason deb berdi, andiki ichib bo'lgandiki buni o'z egisi qaydirish. Maniya degan ba'di degan gap, vaqt ba'di, o'tnik ba'di degan gap bo'ladi. 23-hadis. Adi ibn Hatim radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi, dedi ona Adi ibn Hatim, anladımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi. İttaqun nara velav bi shiqqi tamratin. Sizlar do'zaxdan qo'rqinglar. Ya'ni do'zaxga kirib qolishdan o'zingni nima qilinglar? Mudofaa qilib shu qo'g'danglar. Ya'ni viqoyat qilib do'zaxdan sizniki o'ttiringlar, bir saqlaydigan bir narsa qo'yinglar. U nima viqoyat? Meni ittaqu degan gap meni shu. Do'zaxda saqlaning degan gap, do'zaxga kirib qolishdanki oldin oladigan, mushunda bir narsa bor, siz uni nima qilinglar? O'zingiz uchun saqlanglar. U qavm, meni islom dinimiz buyurgan ishni hammani qilish, to'sqa ishni shu, hammani yenish. Bu nima o biz uchun do'zax kirgan fasil bo'ladi. Men mush ishni shu qilinglar. Va agar chandiki o narsaki o'zi, meni bishikki tamratin. Va agar chandiki shu meni do'zax kirishni saqlaydigan narsaki o'zi bir xo'milik bir parçası olsun. Bir tane xo'milik bütün emas, bir parçası berish orqali bo'lsin, o'zingni jannat kirishdan saqlab chiq qilinglar. Men mushu bir tane xo'milik parçası berganligiki o'zi seni jannatga qoladi, do'zax kirishdan saqlab chiq qoladi deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chu mushtaqchu dedi. Unda o'ndikin bekatumay nima qilinglar? Sadaqa ihsonchu qilib turinglar. Bu bir pon, iki pon, bir moça, iki poça kişi salı var. Aş, bir dana iş olsun berip dururlar. Bunun nemisi var işte, faydası çok bağ dedi. Men muttafaqun aleyh. Ve bir rivayette, mena bu İmam Buxoriy ve İmam Muslim üçün bo'lgan bir rivayette Peygamberimizden, Adi ibn Hatim'den rivayet qildi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yok, senin işinden hiç kadar bir kişi yokken, cezmen o kişiye kişiniki Rabbi nima qiladi? Gap qiladi. O kişiden o kişiniki o'ttirsa hech qanday tarjima yo'q. Mesela amillat, mamillat biz ham gaplashsak, o'chamiz tarjima ketdi. Alloh bilan bandaning o'ttirsin hech qanday nima ketmaydi, tarjimonchi ketmaydi. Shu vaqt o'zida Alloh taolo o odamga nima qiladi? Meni gap qiladi. Gap qilgandan keyin shuning bilan qaraydi Alloh taolo o odamning o'ng tarafiga, past ko'maydi o odam agar unda bir narsa ilgari qildi. Qa ishim mush ekan deb ko'rdi. Ve onunki sol tarafiga nima qiladi o adam? Mena yoki Alloh uni çok qaraydi. Qaragandan keyin o odamni faqat bu dunyoda qilib bo'lgan ishni ko'rdi. Ve qaraydi o adam o'zining oldiga ko'maydi, faqat do'zaxni ko'rdi, o'zininki yuzigacha. Ya'ni yuzi qarab turgan do'zaxni ko'rdi. Ko'rgandan keyin andagi bo'lgandan keyin sizlar Alloh bilan gapirib aytaqilsa, o'ng taraf qayishingni sol oldi, hamma qasam shu dunyo qayishini hamma shu chat ko'rsizlar. Ko'rganiga bu ishni jiqqa olsa yo'q, amal tugaydi u yerda, ma yerda ma dunyo amalniki amadan. Anda o'g'andik deydi Payg'ambar tattaqun nara wala vishik tamratin. Anda o'g'aniki sizlar do'zaxga kirishdan o'zingni qo'ldanglar, mudofaa qilinglar va agar chandiki u berdigan narsa, mudofaa bo'lgan narsa o'zi bir xo'milik parçası olsun. Bir tal xo'milik parçası olsun mu berish orqali o'zingni do'zaxga kirib qilishni saqlab chiq qilinglar. Undaqchu qilmay, psixologik undaqchu qilmanglar deydi. Anda o'g'adiki past bir odamniki topamabdi. Xo'michalik bir xo'mining yotisini bir şahlık bir narsa tapamagan bo'lsa, u chon o'zida nima qilinglar? Yaxshi so'z bilan o'zingni do'zaxga kirishni saqlab qolinglar.
sözünki yaxşı, kelimeti tayyibe, sözün yaxşı olsun, yumuşak, ilmi, muvaffaq olsun. Xalqni açığını, qalbini qırıdığan, onda açığını keltirgan undaq çok gap bilan emas. Men mushuni bilan bo'lsa-mu o'zingni do'zaxga kirishni nima qilib qolinglar, saqlab cho'q qilinglar. Deydi endi. Anda o'g'an ekan, men do'zax saqlab qilishniki o'zi Allah buyurgan tosqa ishni cho'q o'zini cho'q qilmaslik. Agar shuniki uni yetmasa eng az yerim küçük bir nas bir arqalı çok qilish. Eğer onun kuchimiz yetmese söz hareketimizni, qilığimizni ta chiroyli güzel bir şekilde qilish. Vaqirab, tillab, jaqirab bundaq şu qo'pollik qilib şu emas. Bu mu'min degan payg'ambar ne deydi? Qo'pol emas deydi. Eski olmaydi deydi. Vaqirab, jaqirab şu qilmaydi deydi. Mana bu yaxshi gapni qilmay vaqirab, jaqirab qilsak, o'cha nima bo'lib qoladi ekan? Do'zaxga kirgan pasil olmay, do'zaxga kirib kelgan gap ekan. Unda bo'lgan ekan, gap so'zlarimizda, harakatlarimizda yaxshi, ilmi, mu'mindek, ichimizdagi, vujudidagi iymonniki muqtazosiga cho'p bo'lish kerak. Mana 24-hadis. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Enes. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Cezmen Allah Teala her ayna razı oludu ben dedin. Şu ki yigey o bende bir yiyişini yap boğan deyken Allah'a nime kılay hem de tıkay. Şu yemekke esasen ya ki işkey o adam şu yemekniki üzerine nime kılay bir işkey. Onu ki bu adamın üzü şu yemekke hem de tıkay. Bunun da Allah'a nime oludu razı oludu. Mene yemek yiyen vaktimizde Bismillah deyip yiyiş. Onun deyken şu Bismillah deyip yiyen deyken Uçağının gözüden, mene Bismillah deyip yeyimiz, mene Bismillah deyip olturup çıradık bu kitabın ekilindeki üzü toxtaldık. Onundaki yap boğandaki takarağını kopmay, onundaki Allah'a hamd etip, muşta yemekini bəd edip, muşundak yemekini bəd edip, hamd etip de elhamdülillah ettemena degen duanı dedik, Peygamber sallallahu ta'lim bədi. Onundaki su işke vakti üzüdüm, şaqqıda, Kipli undaq yeraki nimetek işmen, onundaki iş bulup dua qilib mustahkam bolsak, men Allah yüzüge bizden ne bolika razı olun. Ama bu adamın ben bergen nimetke men razı oldum. Deydiken deydi. Anlamadı ki biz mena yemek içmek mena kahvaltını üzüdüm. Bismillahirrahmanirrahim dep on tarafını yap aldığımızı yap onu yap boğandaki dua qilib mustaq qopsak Allah bizi razı olacak. Bu mu bir nima? Yaxshi iş. Bu mu ecir olduğan iş çok bu. Bu ise İmam Müslim rahmetullahi aleyhi rivayet kıldı. Hem de ekletu degen hemzinin pettisi bilen o nedvetu ya eşvetu. Yani ekletu degen degende akşamda yemekni yese degen çok gap bulundu. 25. hadis. Ebu Musa radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılındı. Dedi Peygamber ala kulli muslimin sadakat. Her bir Müslümanın geldiğini vaciptir sadak kılış. Sadak kılış bulmak, sadak kılmasak bulmaydı. Men zakatın bədiyəm, men işim tügüdü emas. Zakatın başqa, mene her kandak adam bay olsun, mene kandak gaday olsun, şu adamın geldiğine iş qilib bir narsa berish geldiğine vacip. Endi sadaqani biz yuqori dedik. Sadaqa biz savab bo'lgan ish dedik. Men her kandak bir mu'min musulmonning geldiğine sadaqa qilish yoki bo'lmasa sadaqalarniki savobini qilib, savobini oladigan ishni qilish vacip. Yani yaxshi ishni qilishimiz men mu'min musulmon desek, her bir ayollik geldiğine ne boludu o vacip boludu. Men mu'min musulmon deb bütün eski ishni hammani qilib uçaqsa bu bizdeki vücudumuzga iman ve bizdeki e'tiqod qilganmiz musulmon bo'lgan islomimizga nima o zid. Yaxshi ishni çok qilishimiz çok kerak. Sözümüz yaxshi bo'lishi kerak, qilığımız, hareketimiz, kalbimiz, bütün fikri, yadimiz hammamiz yaxshi bo'lishi kerak. Bunu mükellef. Dedi bu Ebu Musa Peygamber depti. Erayte illem yecid. Eğer haber ver, eğer o adam şundak sadaqada bir narsa tapamız üçün. Diye vakti dedi Peygamber mene işleydi o adam yüzü iş kolu bilen. Yüzü bir bas işleydi o. Sadaqa qilishim imkanı bo'lmasa, pulum bo'lmasa demasdan, nima qilish kerak? Yüz işlep pul tep andik sadaqa qilish kerak. Mene yukarıda edisi ötüp, sahabını kandak kılıp işten. Men bir hemmal kılıç şu arkalı pul tepip, anlık sadıkı çok kılıptı. Men muştak çok kılıçken, mu'min diye muştak oldu da işte de. Şu olan yüzü bir vasıta yüzü koluna emel kıldı. Onu dedi ki bu adam yüzge ve yüzge nima kıldı? Menfaat yetkizdi. Men yüz yeydi, içdi. İş qalğan üçün sadık oldu. Muştak oldu. Onda yaxşı iş kılamaydı men
deyishib bo'lmaydi. Degandeki dedi Ebu Musa, "Erayte illam yasati." Xabar bersa, "Ya Rasulullah, eğer bu yaxshi ishni o'zi qilishga kuch yetmasa qanday qiladi?" Kuch yetmasa debdi. Degandek dedi Payg'ambar, "Unda bo'lsa, yordam qiladi bu odam hojatmandniki egiziki bichar bo'lib qolgan, malhub. Bichar bo'lib qolgan, u bir narsa ehtiyoji va ash odamga nima qiladi? Qo'ldan kelisha, qaysi tarafdan bo'lsa uning uchun yordam qiladi. Bu nima u? Men sadaqa." Dedi Ebu Musa, "Xabar bersa, eğer o adamning o'zi meni bir hojatmand kishiga yordam berishga kuch yetmabdi. Ucha qanday qiladi desa, Payg'ambar dedikin, "Ya'mulu bil ma'ruf awil xayr." Men ma'ruf ishqa o adam nima qiladi? Ikkinchi bir odamni cho buyurdi. Ya'ni islom dinimiz farz, vojib, mana shu sunnat, mustahab degan ishniki o'zgan, o'ziniki tuqqanlari, balvoqilari, kishilar hammasiga nima qiladi? O odam yaxshi bo'lgan har qanday ish uchun buyurdi. Bu yerda faqat buyurishning o'zi ahli ilmi ya o'qigan odam yoki o odam emas. Kim mu'min, musulmonlar bo'lsa, o mu'min musulmon bo'lgan yaxshi bildi degan gap. Meni uni qilib turish kerak. Davomliqcha, haqcha mushundaq deb turish kerak. Bu vojib. Amr bil ma'ruf, nahi anil munkar har bir mu'min musulmonning keldiği vojib bo'ladi. Shu turib, men nima ishimda, men o'zimni ish qilsam bo'lmaydi. Bu islom dinimizdagi asl ro'yi, asl nimasiga ro'hiyatiga ham g'oyasiga nima o zid. Yaxshi ish bo'lsa burib qilib turishimiz kerak. Bo'lib hozirgi davrning o'zida yaxshi odam shukr olgan ish bor. Bu katta nima emas bu? To'g'richi emas. Degandagi dedi Ebu Musa, "Xabar bersa, ya Rasulullah" deb bersa, eğer o odam yaxshi ish qilib buyurgan ishni qilmabdi. Qanday qilmabdi? Ya gapni undan deyamaydi ekan, yo hokimiyatni qo'rqidi ekan, yoki unda bir imkoni yo'q. Ya gapni anglamaydi. Bunda olib qolsa qanday bo'ladi degan vaqtda dedi Payg'ambar, "Yumsiku an shar." Meni tutudi o odam o'zini yomonlik qilishdan, kishilarga yomonlik qilishdan, askilik qilishdan, mushunda askiga va yomonlikdan iborat bo'lgan, mushu gunoh ishniki o'zidan haqiqiy ziyon yetkazishdan iborat bo'lgan ishni o'zini uchun tutadi. Ya'ni ziyon qilmaydi bu odam, askilik qilmaydi. Men mushunda qilgan bo'lsa, bu odam uchun nima deydi Payg'ambar? "Fa innaha sadaqatun." Men mushtaqan bo'lsa, jazman bu ish men o odam uchun bo'ldi, sadaqa bo'ladi. Ya'ni sadaqaningki berganniki savob bo'ladi. Sadaqa deb kelsa illoki pul berib, mana pul bersa sadaqa deganlik emas. Men mush ishni qilsangizmi, uni bo'ladi. Sadaqa berganlikniki 5 koy, 10 koy, 100 koy, 1000 koy, 1 million koy berganlik koy, son berganlikning nima bo'ladi? Savob bo'ladi. Unda o'ylayki, bu sadaqa yo'lini deb qo'ysa, o'changiz men sadaqa olmay pulim yo'q demay, ishlab tep anidiki şu orqali qiling. Bu yer ishlatgan eng muhim damda shu savobni ashta ishlaytan. Unda g'ururlik qilib, men musulmon mu'min deb yuzini to'kib, shu payg'ambar nima deydi? "Al yadul ulya xayrun minal yadul sufla." Mana ili ustun qo'l past qo'ldan yaxshi deydi. Men og'a odam nima bo'ladi? Past. Bagi odam qo'l ustun bo'ladi. Yaxshi ishlarsa mu'min qiladi. Unda o'g'ani davomli bergan odatchi bo'lish kerak. Yeydigan alıdığan adet çok bulması gerek. Bu insan toymaydı bunu da ahırı apırıp dinden çıkarmadığın uğruş talaş, haset, çidiması aşaretki apırıp koydu. Şunun için bu yaxşı işindeki üzerine ben manı kıptım desiço uço bulmaydı. Dep, beni Peygamberim yaxşı işindeki türe ve yolunu ve şeklini için bu iştahını verdi onu dep verdi. Bizge de savap lazım. Çünkü biz ölümüz. Ölgendeki cennette bizge o korku ya kirip tutsa olmaydı. O yerde o her bir işinki benim neyim bu işi ma dünyadaki işimizle bağlı. Cennet kirip olgandaki mertebemizin ubdan oluşu, turmuşumuzun yaxşı oluşu, taze rahat, parahat, ubdan ya yaşımızın üzerine ma dünyadaki emelimizle bağlı. Anda olgandaki dünyada aş mertebemizdeki yukarı buluşu dünyada kılıdığan işlerimiz bana şu 3 gün bo'libdi bu o'qigan darsimiz o'zi mush Ediston bir qancha Ediston dedi deb o'zi deydi Imom Navoiy bir qancha deyman jiq deydi. Unda uni jiq ishlar bor. Buning uchun qilishimiz kerak. Meni hammamizni Alloh taolo meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadis bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi men solihlardan qilsin va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.